Hammaga salom. Bu darsimiz render bo'ladi. Ya'ni o'sha render etapida nimalar qilinishi kerak, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Pakka sahnamizda kerak bo'lgan narsalarni o'chirib turamiz. Papka ochib olamiz, sinematik. Hop, klik qilib olamiz. Bu yoqda sinematik degan bo'lim bor. Biz bu yoqdan level sequence tanlab olamiz. Endi nomini yozib olamiz. Shot 1. Birinchi bo'lim nima qilamiz? Hop, buni bitta bosganimizda kamerani ichiga kirib oladi, yana bitta bossak qaytib chiqadi. Hop, yokida mana buni bosganimizda ham kameraning ichidan chiqib ketadi. Buni bosadigan bo'lsak, bu umumiy sekvensimizni o'ziga kiradi. Misol uchun bu yoqda har xil ikkita kamera bo'lsa, xuddi shunaqa. Bu ya'ni umumiy timeline'imiz. Bu yoqda o'sha kameralarimiz har xil kamera qo'yib, o'sha animatsiya qilishimiz mumkin. Animatsiya qilishni boshlaymiz. Birinchi kameraga o'tib olamiz. O'zimizga yoqqan joydan kamera qo'yib boshlaymiz. 10 frame olib kelib olamiz. Bunda ochadigan bo'lsak, bu yoqda o'sha transform bor. Transformga kulch qo'yib olamiz. Ya'ni birinchi framega kulch qo'yib olamiz. Birinchi framega kulch qo'yganimizdan keyin timeline'da hop, misol uchun 100-framega olib kelib, bunda orqaga yuradigan bo'lsak, yana bitta kulch qo'yadigan bo'lsak, kamera shunda o'zi animatsiya bo'ladi. Birinchi pozadan ikkinchi pozaga qarab. Transform birinchi framega kulch qo'yib olamiz. Oxiriga olib kelib, yonga tortamiz. Hop, bitta save qilib olamiz. Endi bu sekvenslarimizni copy qilib ishlatib ketaversak bo'ladi. Buni tashlaymiz, copy. Ikkinchisiga kirib olamiz. Bu yoqda ham garage klavishlar bor. Buni tanlab V ni bosadigan bo'lsak, anasini ochib beradi, nastroykalarni hammasini. Endi ikkinchi rakurs tanlab olamiz kameramiz uchun. Xuddi shunaqa bir nechta rakurslar tanlab olamiz, kamera qo'yib chiqamiz. Xo'p. Biz bu yerda xuddi shunaqa yurgan odamni effektini qilishimiz mumkin. Misol uchun buni qanaqa qilamiz? Birinchi bo'lib, o'sha odamni bo'yigacha kamerani ko'tarib olamiz. Bu yana ham realizm beradi. Yozib olamiz. Skelet. Yoki sahnamizdagi skeletni olamiz. Bu primerni o'sha odamni bo'yini bilib olishimiz uchun kerak. Hop, kameramizga qaytib olamiz. Kameramizni linzasiga o'tib olamiz. Buni 20 yozib olamiz. Yoki undan ham kamroq. Hop, kulch qo'yib olamiz birinchi framega. Oldinga yuramiz. Endi biz kamera shake effektini qo'shamiz. Ya'ni odam tabiiy yurganida bir xil stabilni yura olmaydi, qimirlab yuradi. O'shaning uchun
klik qilamiz. Bu yerga hop, kamera shake deb yozib olamiz. Bu yerdan kamera shake base tanlab olamiz. Select bosamiz. Nomini yozib olamiz. BP shake. Ochganimizda sizlarda ham xuddi shunaqa ochiladi. Buni bitta complete qilamiz. Save qilib yopamiz. Proyektimizni save qilib, buni qayta ochamiz endi. Endi qayta ochganimizda xuddi shunaqa okno chiqadi. Bu yerdan o'tamiz Perlin Noise'ga. Endi ochadigan bo'lsak buni, bu yerdan location, rotation nastroykalari kelib chiqadi. Endi bu yerdan kameramizni plus bosamiz. Kamera shake tanlab olamiz. Shunda bizda kamera shake qo'shildi. Misol uchun buni 10 yozib, buni 5 yozadigan bo'lsak, xuddi shunaqa effekt, faqat birish kelyapti, bu yerda to'xtab qolyapti. Buni o'sha loop bo'lib dalcha davom ettirish uchun 000 yozib qo'yamiz. Complete bosib olamiz. Shunday e'tibor beradigan bo'lsak, mana kameramiz shake ishlayapti. Endi bu yoqqa o'tamiz. Xo'p. Buni 1 yozib olamiz. Buni 3 yozib olamiz. Xo'p. Bu yoqqa o'tamiz, yana copy qilamiz. Bu endi keyingi shotimiz uchun. Yaqin rakurs bo'lmasa, ya'ni oldi planda nimadirimiz bo'lmasa, fokusimizni hammasini don't override o'tkazib qo'yganimiz yaxshi. Shunda hamma yoq bir xil bo'ladi. Ya'ni hech qayer defokus bo'lib qolmaydi. Hop. Keyingi shotga o'tib olamiz. Yana bitta copy qilamiz. Bunga ham ozroq kamera shake qo'shishimiz mumkin. Faqat xuddi shuni o'zini qo'sha olmaymiz, chunki eskisi buzilib ketadi. Buni bitta copy qilib olamiz, bu yerga yozib olamiz. Kamera shake 2. Hop. Yana bitta shot copy qilib olamiz. Ichiga kirib olamiz.
yana bitta kopiya qilib olamiz. Kattaroq lens qo'yib olamiz. 80 talik misol uchun. Hop, save qilamiz va keyingi ijodga o'tamiz. Hop, e'tibor berayotgan bo'lsak, bunga soyalarimiz tushib qolyapti. Buning o'rniga ishlatgan plane'larimizga hop, materialga o'tib, emissive sal balandroq qilib qo'yamiz. Hop, yana bitta kopiya qilib olamiz. Yana bitta kopiya olamiz. Hop, bu ham dron kadr bo'lgani uchun buni ham kamerasiga kamera sheyk qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni mana shu birinchi sheykimizni qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, yana bitta kopiya olamiz. Buni oxirgi shotimiz deb hisoblasak bo'ladi.
Hop, render qilishimizdan oldin yana bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Bu nima? Bu post process material. Ya'ni biz post processga o'zimiz material berib, buni ko'rinishini o'zgartirishimiz mumkin. Hop, misol uchun bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, hop, materialga o'tib olamiz, bitta plus bosib olamiz. Bu yoqdan materialimizga kelib olamiz. Materialimizni asset reference qilib, materialimizni berib olamiz. Materialimizni ichiga kirib olamizda, buni sal kuchini kamaytirib qo'yamiz. Xuddi shunaqa yoki bunga o'xshash boshqa materiallar ham ishlatishimiz mumkin. Cinematicga qaytib olamiz. Sekvenserimizga kirib olamiz. Ya'ni bu birinchi sekvenserimiz. Hop, bu yerda bitta bosadigan bo'lsak, Movie Render Queue degan okno ochiladi. Buni o'chirib tashlaymiz. Plus bosib olamiz, anti-aliasing qo'shib olamiz. Yana bitta plus bosib olamiz, EXR qo'shib olamiz. Yana bitta plus bosib olamiz. Bu yoqdan Detail Lighting Only. Bu yoqda yana boshqa kanallar ham bor. Compose uchun ishlatsa bo'ladigan, ya'ni Unlit bor yoki Object ID, undan tashqari Reflection, Refraction shunaqa kanallarni ham bemalol chiqarish mumkin. Bu yoqda formatlari, yana qanaqa formatda eksport qilinishi, PNG, EXR yoki boshqa. Bu render settinglar. Console komanda ham qo'shib olamiz. Endi biz xuddi shu presetimizni saqlanib qolishimiz kerak. Save qilamiz. Hop, Cinematicga o'tib olamiz. EXR config deb yozib olsa bo'ladi. Buni 32 ga yozib olamiz, buni yoqib qo'yamiz. Yaqindagi narsalarni defocus qilishimiz uchun depth kanal kerak bo'ladi degandim. Buni qanaqa yoqib qo'yamiz? Rendering bo'limiga o'tib olamiz. Bu yoqdan buni galchkasini yoqib qo'yamiz. Bitta bosadigan bo'lsak, mana Unreal o'zi bizga ya'ni materiallar tayyorlab bergan o'sha kanallar uchun bu depth kanali. Biz ambient occlusion'da o'zimiz qo'shuvdik. Xuddi shu nastroykalarimizni console komandaga ham qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, endigi qiladigan ishimiz bularni hammasini render qilish. Render qilishimiz uchun sekvenserimizga kirib, eng oxirida output turibdi. Ya'ni biz console komandalarini qo'shdik, sample'larni ko'rsatdik, bizga kerak bo'ladigan kanallarni qo'shib oldik. Formatlarni qo'shib oldik. Qanaqa formatda? Bu yoqda qanaqa sifatda render qilishi. Biz buni 2 ga qilib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, bunga yozib olamiz. 2560 ga 1440. Bu yoqda frame rate bizda bu yoqda 30 fps turibdi. Shuning uchun biz bunga tegmaymiz. Bu lekin xohlasak, agar o'zgartirsak bo'ladi.
Ya'ni bu yoqda 30 fps turgan bo'lsa ham renderni 25 fps qilib render qilishimiz mumkin. Lekin bu bizga paka kerak emas. Bu yoqda qayerga render qilishi. Har doim birinchi marta render bosganda shaderlarni hisoblab oladi. Bu bir marta bo'ladi. Undan keyin uje bu narsa hisoblanmaydi. Biz faqat bitta buni emas, hammasini birdan renderga qo'yib yuborishimiz mumkin. Bu uchun nima qilamiz? Keyingi shotga o'tib olamiz. Keyingi shotda ham xuddi shunaqa ko'rsatib chiqamiz. Post prosessimizga bergan materialimiz bor edi. O'sha materialni ham renderga qanaqa qo'shib olishni ko'rib olamiz. Xo'p, bunga yana bir bosib olamiz. Bu materialimizni bu yerga ko'rsatib olamiz. Xuddi shunaqa belgilab oldik. Adreslarni hammasini ko'rsatib chiqdik. Proyektimizni bitta save qilib olamiz. Render bosib olamiz.